Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu videoda sizlarga Instagram ochishni ko'rsatib beraman. Instagram ochishda ikki xil yo'li bor, ya'ni telefon raqamga hamda pochta orqali ochsa bo'ladi. Biz pochta orqali ochamiz, ya'ni sim kartaga hozir kod kelmayapti. Shu tasdiqlash kodi yoki o'sha nomerda qandaydir bizni nomerlar o'tmayapti. Baribir nomer kerak bo'ladi pochta orqali ochsak ham, lekin pochta orqali ochganimizda nomer tasdiqlanishi oson bo'ladi. Demak, videoni diqqat bilan ko'ringlar. Men bilan birma-bir qilib ochishga harakat qilsalaring, xudo xohlasa sizlarga ham ochiladi. Agar qandaydir sizlarda savol tug'ilib qoladigan bo'lsa, Telegramdan Shahboz 89 deb yozinglar. Meni Telegram profilimda bobomiz Alisher Navoiyni misralarni yozib qo'yganman. Ya'ni it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy degan. Shuni o'qisalaring, demak meni profilim bo'ladi. Sizlardan iltimos qilib qolaman, ya'ni kanalga obuna bo'lib qo'yinglar hamda videoga like bosib, do'stlarga ulashib, kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Demak, telefondagi ilovaga o'tamiz, boshlaymiz. Hozir bu yerda akkauntlarni ko'rsataman. Mana shu kimligini bilmayman. Meni pochtamga ochib yuborgan Anvarovna degan. Men yozganman, mana shuni ichiga kirib turib, meni nimani oling, pochtamdan chiqarib yuboring deganman, olmadi. Kim shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, shu menga yozsalaring, mana shu Anvarovnani login parolini beraman, nomini o'zgartirib o'zlaringizga qo'ysalar ham bo'laveradi, tekinga beraman. Ilovaga kirmaymizda Chrome'ga kiramiz. Bu Chrome'dan ochadigan bo'lsangiz, bunda muammo kamroq bo'ladi. Shuning uchun sizlarga Chrome'dan ochishni ko'rsatib qo'yaman. Bu yerda mana o'zi meniki bor ekan. New account qilamiz. Bu yerda so'rayapti mana, telefon nomer orqali ochasanmi yoki ingliz tilida pochta orqali ochasanmi deyapti. Biz shu pochta orqalini bosamiz. Bosganimizda mana bu yerda adres so'rayapti. Bu yerga biz shu nimani adresni yozamiz. Pochtani qayerdan olaman degan bo'lsalaring, mana bu yerda Gmail bor. Shu Gmailga kirib turib, shuni ichidan o'zingizni pochtangizni olsangiz bo'ladi. Agar ocha olmagan bo'lsangiz yoki mana Mail.ru bor. Mail.rudan ochsangiz ham bo'ladi. Biz hozir men o'zim yoddan biladigan pochtani teraman. Next'ni bosamiz. Pochtaga kod jo'natdi. O'shani bu yerga yozamiz. 904 617 ekan. Yana Next'ni bosamiz. Parol o'ylab topasiz. Eng kami 8 ta bo'lsin. Xo'p, men parolimni yozib bo'ldim. Yana Next'ni bosamiz. Shu yerga e'tibor beringlar. Mana yerda 0 yosh deyapti. Buni eng kami 18 yosh bo'lishi kerak. Shuning uchun 2026 bas. Agar yoshroq bo'ladigan bo'lsangiz, taxminan 2000-yil 11-fevral bag'i bo'laveradi. Mana o'sini bit qilamiz. 26 yosh bo'ldi. Agar 18 yoshdan pastroq qilib qo'ygan bo'lsangiz, yo ochilmaydi yoki shu bloklab qo'yishi mumkin. Yana Next bosamiz. Endi bu yerga ismni yozing deyapti. Men tavakkal yozib tashlayapman. Ya'ni bu test account deyapman. Next bosamiz. Hop, bu test account mana yerda galochka chiqdi. Agar sizlarda shunaqa galochka chiqmaydigan bo'lsa, bitta harf qo'shib shu galochka chiqquncha o'zgartiringlar. Next bosamiz. Agar deyapti, shuni bosamiz. Sizda ruscha bo'lishi mumkin telefoningiz, balki ingliz tili bo'lishi mumkin. Mana shu ko'zga yoqadigan ranglarda bosib, o'tib ketaveramiz. Xo'p, mana ko'zga yoqadiganda mana continue deyapti. Shunga bosamiz. Bizni haqiqatda odammi yo botmi deb turib tasdiqlash bitta kod beryapti bizni sinash uchun. Sizlarda ham shunaqa chiqib qolishi mumkin. 922 807. Yana next bosamiz. Ana endi shu joyga telefon nomerimizni yozamiz. Xo'p, nomerni yozdim. Bunga soобщение kelish kerak, ya'ni shu tasdiqlash kodini olamiz. Agar shu holatiga boshida pochta orqali va telefon nomer orqali ochganimizda
O'sha kod berishi qiyin, balki bermasligi ham mumkin, lekin xudo xohlasa hozir bu pochta orqali ochyapmiz, bunga berishi osonroq. Sizlar agar pochta orqali emas, nomer orqali ochaman desalaring, nomer orqali ham ochib ko'raveringlar, balki berib qolishi ham mumkin, lekin pochta orqali olsalaring osonroq bo'ladi. Eng pastda kod olishni bosamiz, ya'ni send kod debdi, o'sha kodni jo'natish. Agar WhatsApplaring bo'ladigan bo'lsa, mana WhatsAppga jo'natdik deyapti. Mani WhatsAppim bor. Agar WhatsApplaring yo'q bo'ladigan bo'lsa, SMS bo'lib keladi. Shu joyda boshqacha o'sha SMS deb yoziladi. Agar nomerda xato yozib qo'ygan bo'lsalaring, mana bu yerda eng pastida update mobil nomer deyapti. O'shan bo'lsalaring boshqa nomer terib olsalaring bo'ladi. WhatsAppga kodni berdi 725. Yana next deb bosaman. Kim shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, shu akkauntni tekinga beraman. Buni ichiga kirib turib, shu pochta bilan nimani chiqarib yuborasizlar, telefon nomerimni, o'zlaringni nomerlaringni kirgizib olasizlar. Parollarini yangilab olasizlar, o'zlaringga moslab. Pastda mana ko'zga yoqimli rangni bosamiz, Done deyilgan Instagram akkauntimiz ochildi. Haligi parolni tering degan joyga parolni tergansiz, shu parol bilan mana bu test account degan login bo'ldi. Shu login bilan parolni Instagramga terib kirib ketsalaring bo'ladi. Bu oson yo'li. Keyingi videoda xudo xohlasa Instagram ilovani o'zidan ochib beraman. Sizlarga maslahatim, mana shu yo'l bilan ochsalaring, xudo xohlasa aniq ochiladi. Ilova orqali ochgandan bunisi osonroq. Keyingi videolarda Instagramda sozlash, keyin Instagram parolini tiklash, Instagram paroli qachonki siz yangi telefon olgan bo'lsangiz, o'sha yangi telefonga o'sha parolsiz o'tkazib bo'lmaydi, aniq parol kerak bo'ladi. Parolni tiklashni ko'rsatib beraman. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Undan tashqari zo'r videolar chiqaraman. Hammasi siz bilan bizga manfaatli bo'ladi. Bemalol yaxshi yo'lda foydalansalaring bo'ladi. Fikrlaring bo'lsa bemalol kommentariyaga yozinglar. Men o'qiyman, javob yozaman agar savol yozgan bo'lsalaring. Kimga savol tug'ilib qoladigan bo'lsa, Telegramdan murojaat qilaveringlar. Telegramdan Shahboz 8989 desalaring, meni Telegram akkauntim chiqadi. Bobomiz Alisher Navoiyni it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy degan misralarini yozib qo'yganman. Shuni o'qisalaring, demak meni Telegram akkauntim bo'ladi. Qanaqa xizmat bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Shu bilan videoni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.